Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda sirtni proyeksiyalovchi tekislik mavzusiga oid yana bir chizmani chizish jarayonini o'rganamiz. Bu chizmamiz 20-variantga tegishli. Bizga berilgan prizma. Prizmamiz uch qirrali, uch yonli. Gorizontal tekislikda uni yuqoridan ko'rinishi. Bizga 70 diametrda aylana berilgan va aylanani radiusi 35. Aylanani teng 3 bo'lakka bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun aylanani chizib olgandan so'ng sirkulimizni mana shu yuqori qismiga qo'yamiz va markazgacha ochib, bu tomonga va mana bu tomonga chizib, ikkita nuqta aylanani chegara qismidan belgilab olamiz va ikki nuqta va pastki nuqta bilan birlashtirib aylanani teng 3 bo'lakka bo'lib olamiz va mana shu ikki burchakni yuqoriga olib chiqamiz va frontal tekisligimizda prizmamizni uzunligini shu hosil qilib beradi. Prizmamizni balandligi 50. Balandligini, uzunligini hosil qilib bo'ldik frontal tekislikda. Endi kesishgan chizig'ini hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bu asosdan yuqoriga 2 sm va mana shu qismga transportira qo'ygan holatda 45 gradus o'lchaymiz va shu qismda bo'lgandan so'ng birlashtirib qo'yamiz. Mana chizmamizning berilish qismi chizilib bo'ldi. Endi frontal tekislikda kesishgan nuqtalarini aniqlashga o'taman. Mana bu qismda frontal tekislikda birinchi nuqtamiz bir nuqta, keyin 2 nuqta. Bu qismda esa 3-2 nuqta. Hosil qilgan nuqtalarimizni gorizontal tekislikka ko'chirib tushamiz. 1-2 nuqtamiz shu burchakda hosil bo'ladi. Belgilab olamiz. Bir nuqtamiz. 2 nuqtamiz ko'rib turganlaridek bizda to'g'rida ko'rinyapti, ya'ni qirrada. Qirra qismi faqat mana bu qismda belgilaymiz. 2 va 3-nuqtamizni chizib olamiz. 3-nuqtamizni gorizontal tekislikka x o'qiga nisbatan perpendikulyar holatda olib tushamiz. Uchinchi nuqtamiz 2 chiziqni kesib o'tdi. 3-1 va 3-1 nuqtalarimiz hosil bo'ldi. Ikkita 3-1 nuqtalarimiz hosil bo'ldi. Endi ularni birlashtirib chiqamiz. Gorizontal tekislikda yuqoridan qaraganimizda kesishgan yuza qismi shu holatda tasvirlanar ekan. Endi biz profil tekislikda ham kesilgan yuzani hosil qilib olamiz. Uning uchun birinchi geometrik shaklimizni o'zini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun shu chizig'imizni mana shu chizig'imizni pastga davom etamiz. Davom etdik va ikkinchi nuqtamizni shu chiziqgacha olib kelamiz. Mana olib keldik. Endi bizga kerak bo'ladi sirkulimiz. Bu burchakni, ya'ni asos qismini, frontal tekislikda joylashgan geometrik shaklimiz asos qismini markaz sifatida foydalanamiz va to'rtdan bir aylanalar chizib olamiz.
Endi yuqorida frontal tekislikda joylashgan balandligini davom ettiramiz va olib chiqqan chiziqlarimizni yuqoriga chizamiz perpendikulyar holatda. Olib chiqamiz. Endi biza birinchi nuqtani hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi nuqtamiz mana shu chiziqda joylashtirdi. Demak, 1 va 2 ni shu chiziqqa davom ettirib olib kelamiz va profil tekislikda 1 va 3 nuqtani hosil qilib olamiz. Endi ikkinchi nuqtamiz hosil qilib olamiz. Ikkinchi nuqtamiz gorizontal tekislikda aylanib mana bu qismda joylashar ekan, chap tomondan qaraganda va 2 va 2 ni shu qismgacha olib kelamiz. Chiziqlar o'zaro kesishib, profil tekislikda 2 va 3 nuqtani hosil qilib berdi. Endi 3-chi nuqtamiz. 3-chi nuqtamiz, 3 va 1 nuqtamiz va 3 va 2 nuqtamiz shu qismda kesishadi. Va ikkinchi 3 va 1 nuqtamiz mavjud. Buni ham chizib, olib chiqib birlashtirib olamiz. Y chiziqqacha chizib olaman. Mana 3-chi nuqtamni chizib oldim. Sirkul yordamida to'rtdan bir aylana hosil qilib olaman. Va olib chiqqan chizig'imni eng yuqorigacha davom ettiraman. Uch nuqtamiz. Profil tekislikda hosil qilgan nuqtalarimizni birlashtirib olamiz. Profil tekislikda kesilgan yuzani hosil qilib oldik. Endi gorizontal tekislikka kesilgan yuzani o'zini haqiqiy kattaligiga joylashtiramiz. Buning uchun bu chizig'imizni x o'qigacha davom ettiramiz. Shunchaki davom ettiramiz. Davom ettirdik va shu qismda bizga nuqta hosil qilib berdi. Nuqtaga sirkulimizni qo'yib, frontal tekislikda joylashgan 3 ta nuqtamizdan aylana chizib olamiz x o'qigacha. Hosil qilgan aylanalarimizni pastga chizib olamiz. X o'qiga nisbatan perpendikulyar holatda.
birinchi nuqtadan tushgan chizig'imizga birinchi nuqtadan chiziq chizamiz. Endi ikkinchi nuqtamiz. İkinci noktamızda mana aylanib chizilgan, aylanib chizib ko'rib tushindi. Endi uchinchi nuqtamiz. Gorizontal tekislikda hosil qilgan kesishgan yuzani nuqtalarini belgilab olamiz va kesishgan yuzani hosil qilamiz. Gorizontal tekislikda kesishgan yuzani haqiqiy kattaligini hosil qilib oldik. Demak, kesishgan yuzamiz tekislikka joylashtirilganda haqiqiy kattaligi mana shu holatda tasvirlanar ekan. Bugungi mavzuyimiz sirtni proyeksiyalovchi tekislik bilan kesishuv mavzusi. Bizga berilgan edi aylanani teng 3 bo'lakka bo'lish va bo'lingan 3 bo'lakni 2 burchagi asosida frontal tekislikni uzunligini hosil qilish. Prizmamizning balandligi 5 cm va berilgan 2 cm va yuqorida 45 gradus orqali kesishgan chizig'ini hosil qilib oldik va shu kesishgan chiziqlar orqali nuqtalar aniqlandi. Nuqtalarni gorizontal tekislikka olib tushib belgiladik va frontal va gorizontal tekislikda hosil bo'lgan nuqtalarimizni profil tekislikda umumlashtirdik va u qismda profil tekislikda ham kesishgan yuzi hosil bo'ldi. Gorizontal tekisligimizda kesishgan yuzani o'zini haqiqiy kattaligini aniqlab oldik. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Barchangizga rahmat. Xayr salomat bo'ling.